Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Toshkentda eng mo'jazgina barbershop shu deb eshitdim. Kelayotgan vaqtda. Mana yozam tugab qoldi, lekin cho'cham o'sib ketdi. Laylak keling qo'ryapti indamasam, ukam shu bir chochimni chiroyli qilib olib qo'ygan, kelayingdan tanimaydigan darajada qilib qo'ygan. Bo'ladimi iloji bor? Bo'ladi. Kelayotgan vaqtda. Bu ana bo'laylik. Bismillahirrohmanirrohim. Aka oskina ham taniydigan qilib qo'yaman. Hoppa. Ye qo'yil mana. Ye u sehr gapni. Sen ukam mo'jiza-yu. Nima qildik tushunmadim. Qani men laylakni bo'lgan cho'g'im. Gap yo'q lekin. Ukam qo'l ko'zing dard ko'rmasin. Ko'rib kelinglar. Varsa gap yo'q lekin. Sehr gapni. Sen nima qilding bir pasda bir ikki. Aka yoqdimi? Gap yo'q, zo'r va joylari mabdi sochli. Men tushunmadim. Oldim moshinkalar, taroq, qaychi, 3-4 bo'lardi. Hech narsa yo'q, bitta qildik, kuksuv, choch tayyor, prichoska. Vallahi keyin bitta mo'ylovingiz qoldi. To'xta, stop. Ukam, men mo'ylovni teyman. Keyin emas, mo'ylovimga ish qilyapman, mo'ylovimga. Mo'ylovim bo'lmasa bilasanmi nima bo'ladi? Kerak emas. Senga kattakon rahmat. Hammasi zo'r chiqdi. Mo'ylov, choch, hammasi zo'r. Rahmat. Kattakon, qo'l-ko'zingiz dard ko'rmasin, hammasi zo'r, rahmat. Chiroyli bo'ldi. Yana bir kelaman chochimiz. Rahmat kattakon, sog' bo'ling.